Yana keldingmi, opa? Bolalarimga qarab tur, kechira olib ketaman. Bo'pti. Opam bolalarini menga tashab ketsa nimalar bo'ladi? Birinchi bo'lib ikkita qulimga qirolichalarini qo'lini o'pishga izn beraman. O'zi uyda ish yo'q edi, lekin ikkita tekin hasharchi bo'lsa, ish ham topiladi. Hadeb ishlab ishdan bezor bo'lmasligi uchun orada massaj ham qildiraman. Oyim bizani ish qilish uchun emas, o'ynash uchun tashab ketganlar. Ha, bo'ldingda o'ynaymiz. Davay. Don, Zeki. Men yetdim yana. Boshqa o'yin nasib bo'lmaydimi? Davay. Ha, yaxshi o'tiribsizlarmi ish qilib? Ha, bundan zo'r o'tirmaganmiz hech qachon. Xola, menga ham zvachka bering. 70 marta. 1 2 mana onalaring meni yoshlikda urgan rasmi. Endi alangiz olib bizdan urasizmi? Bolalarim, sizlarni o'zim katta qilganman-ku. Urishga qo'lim bormaydi. Lekin qo'shinning qo'li boradi. Men ikkalasini cho'modida. Borib ur. Yaxki. Uf, ishchi kuchi bittaga kamaydim. Yurmayli kirlansan yuvasan. Mana shular yuvasan. Mamam dog'ini qanaqa qilib ketqizaman? Bavida xotirama allergiya bermaydi, hidi ham ko'ngil aytmaydi. Germaniya mahsuloti. Uni qanaqa qilib ishlataman? Shuncha odam ishlatyapsan, hali ham bilmaysan, qara. Tog'orani olasan, bavidan solasan, keyin qaynoq suvdan solib kiyimlarni ichiga tashab 10 daqiqa kutasan. Keyin kiyimni ishqalab yuvsang, shunaqa yuvorasan, bo'ldi. Yo, bularni bu ahvolda topshirsam, oyisi aniq bilib qoladi. Bularni charchatib, uxlatib topshirish kerak. Charchashlaring kerak. Davay, sakralaring. Sakra. Zo'r qarabsan-ku, bular umuman uxlamas edi. Men shunaqa zo'rman-da, uxladi-yu. Uyg'onsa bo'ldi, ishqil.